Bugun yana bitta xonadonimizni pardalarini ilib bo'ldik. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Inshaalloh chiroyli chiqdi. 3 ta xonasini ilganmiz. 2 ta xonasini hozir video qilib ko'rsataman. 3-xonasi ishimiz kech qolib ketdi, bu yerda keladigan bo'ldik. Xudo xolasa o'zingizlar ishlarimizga baho berasizlar. Agar ishlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, keyingi xonasini ham ko'rsataman. Xonamizni ham bej rangda qilganmiz. Inshaalloh ko'ringlar, ishlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlar chiroyli qilib bitirib beramiz iloji boricha. Inshaalloh ko'ringlar, baho beringlar. Videoni ko'rdingiz, xudo xolasa sizga yoqqanimizda bitta like bosib, parda olaman degan tanishingizga jo'natib qo'ysangiz, u odamga ham manfaatli bo'ladi, qaysidir jihatdan bizga ham moddiy tomonlama manfaatli bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Podpishka qilib, zo'r qilib aktiv qilib tursanglar, xudo xolasa sizlarga shunaqa chiroyli dizaynda pardalar tikib ilib beramiz. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Shahrixon Rashmlik bozori 2-qatorda 48-do'kon.